Tasavvur qiling, bir tong keladi va butun dunyo axborot maydonida bitta savol yangraydi: O'zbekiston qanday qilib buni uddaladi? Insonlar xaritaga qayta qaraydi, tahlilchilar jim bo'lib qoladi, ekspertlar esa bir fikrga kelolmaydi, chunki bu oddiy yangilik emas, bu texnologiya tushunchasini butunlay o'zgartiradigan hodisa. Bu shunchaki qurilma yoki mexanizm emas, bu fikrlash uslubining o'zgarishi, bu yillar davomida jim rivojlangan, ammo ayni paytda o'zini namoyon qilgan kuch. Bu texnologiya shovqin bilan kelmadi, u reklama qilinmadi, u haqida balandparvoz bayonotlar berilmadi, ammo aynan shu sukunat ichida eng katta ta'sir yashiringan edi, chunki haqiqiy kuch har doim jim bo'ladi. O'zbekiston bu yo'lda shoshilmadi, boshqalarga taqlid qilmadi, balki o'z yo'lini tanladi, o'z sharoitini o'rgandi, o'z muammolarini tahlil qildi va o'ziga mos yechim yaratdi. Dunyo ko'pincha katta davlatlardan yangilik kutadi, ammo bu safar manzara o'zgardi. Bu texnologiya markazdan emas, balki mantiqdan tugildi. Muhandislar laboratoriyalarda tunlarni bedor o'tkazdi, olimlar qog'ozlarga emas, g'oyalarga ishondi va eng muhimi, bu jarayonda sabr bor edi, chunki shoshilgan texnologiya uzoqqa bormaydi. Bu texnologiyaning eng hayratlanarli tomoni uning murakkabligida emas, balki soddaligida. U tashqi tomondan oddiy ko'rinishi mumkin, ammo ichida mukammal muvozanat yashiringan. Har bir detal o'z vazifasini aniq bajaradi. Ortiqcha energiya sarfi yo'q, keraksiz harakat yo'q, bu esa uni samarali qiladi. Zamonaviy dunyoda aynan mana shu eng katta ustunlik hisoblanadi. Bu texnologiya paydo bo'lishi bilan bir savol tugiladi: nega aynan hozir? Chunki dunyo o'zgarish arafasida, eski tizimlar sekinlashmoqda, yangi yondashuvlarga ehtiyoj kuchaymoqda va O'zbekiston aynan shu bo'shliqni to'ldira oldi. Bu tasodif emas, bu to'g'ri vaqtda qilingan to'g'ri qaror natijasi. Texnologiya faqat temir va koddan iborat emas, u ortida odamlar turadi, ularning ishonchi, mehnati va orzulari turadi. Bu loyiha ustida ishlaganlar uchun bu shunchaki ish emas edi, bu mas'uliyat edi, chunki ular nafaqat bugun, balki kelajak uchun poydevor qo'yayotganini bilardi. Dunyo buni payqamasligi mumkin emas, chunki bu texnologiya mavjud tizimlarga moslashmaydi. U yangi qoidalar taklif qiladi, u tezlikni aniqlik bilan uyg'unlashtiradi, xavfsizlikni samaradorlik bilan bog'laydi. Eng muhimi esa, u mustaqil fikr mahsuli, bu esa har doim e'tibor tortadi. Bugun bu texnologiya haqida sekin gapirilmoqda, ammo ertaga u darsliklarda misol bo'lib o'rganilishi mumkin, chunki u shuni isbotlaydi: resurslar cheklangan bo'lishi mumkin, ammo tafakkur cheklanmaydi. O'zbekiston aynan shu haqiqatni amalda ko'rsatmoqda. Bu yutuq faqat bitta soha bilan chegaralanib qolmaydi, u ta'limga ta'sir qiladi, yoshlarni ilhomlantiradi va yangi avlod muhandislarini yetishtiradi, chunki bolalar endi uzoqqa qarab orzu qiladi. Ular texnologiyani faqat chetdan keladigan narsa deb emas, balki o'z qo'llari bilan yaratiladigan imkoniyat deb ko'ra boshlaydi.
Bu texnologiya bilan O'zbekiston faqat tanilmaydi, u hurmat qilinadi, chunki dunyo kuchni emas, aqllilikni qadrlay boshladi. Kim samaraliroq, kim aniqroq, kim uzoqni ko'ra olsa o'sha oldinga chiqadi va aynan shu jihatlar bu texnologiyada mujassam.